Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Alif Zuba va nihoyat men o'z lavozimimga tortildim. Men mer lavozimiga ko'tarildim do'stlar. O'sha boshida kelgan paytlarimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, birinchi videoga qarasanglar, ko'rsanglar. Alif Zuba shaharda videosini birinchi qismini ko'rsanglar, обязательно tushunib olasizlar. Men bu bezilaga esa bizni обязательно yordam bergan shaxs o'yinida qarab turibdi. Kiravering, bratishka. Assalomu alaykum, mer yaxshimisiz? Yo, menda qotyapti. Hozir zo'ru. Da, mana ular. Mam chiroqlar jo'natgan. Da, yonadi. Zo'ru. Tak, sizga ish bor. Nima ish? Короче, oldingi safargi videoda men sizga hali bir mer bo'lishimdan oldin sizga aytgandim. Ayerda nima deydi? Teplitsa quring deb. Teplitsa qurdingizmi? Yuriy orqamni. Ko'rsatadi hozir. Men chiqib olay keyin eshikni yoping. Do'stlar, hozirgi teplitsani ko'rib qo'rqib ketmay, men hali bir ko'rmadim. Bu yoqda. Qanaqa? Mana mashqda, mana. Qani, topamayapman. Qani? Qani teplitsa? Yuring. Ey. Sarson qilmasin. Anumi? 300 yilda boraman. Shuni men qilmaganman. Aytdi shu bilan. Ey. Bu nerga anaqa svet qo'y. Zoro turing, zaharli. Zaharli? Xitoydanmi? Anu Eshmatmidi, Toshmatmidi o'shanda buyurtirganmiz. Eshmat akamniki. Sakrab yurmang. Mani chaqmoqda. Qichqirar ekan. Voy, qichqotdim. Voy, do'stlar, buni o'simlikka oldiga kelmaydi, qichishtiradi yomon. Juda yomon qichishtiradi. Shuning uchun mana shu короче. Fotografiya to'ya. Siz ham deydi-ku, Chilipavov yo'qotdi. Da, yo'qoldimi? Sizni pulingizni o'g'irlab ketdi-yu. 64 ta blok zumratdi. Sizga boshini olib keldim. Qani tashing. Qo'llashaverish. Faqat bu shapkasi o'zi yurtsa, boshqa joyda qochib ketdi. Yuzi basharasidan ham xudo ekan. Anu negra ekan. Men tiqilib qoldim. Tak, buni boshini mana yerga ko'mib qo'yamiz. Loy bilan esa yopib qo'yamiz. Buni keyin bu boshi emas, shapkasi bormi? Shapkasi bo'ladimi, oyog'i bo'ladimi, baribir bo'ldi. Topamiz endi. Toshmat akani chaqirib kelaman. Toshmat aka qanili? Bo'pti, men anaqada bo'laman, kelsa aytib yuborarsan. Hop. Tekki bun. Oxir oqibat men o'z bazamga yetib keldim. Mana nihoyat biz endi mana shu uylarni dizayni bilan shug'ullandik. Mana shunday zo'r narsalar qo'ydik. Yangi yil o'tib ketgan bo'lsa ham yangi yillar bilan. Oldingi videoda ham o'tib ketdi. 20-yanvar. 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan o'zimni tabriklayman deyman. Voydat, kim keldi? Kim edingiz? Tohirmidingiz? Toshmat aka, yaxshimisiz? Kiravering. Eshikni yopsangiz-chi. Voydat. O'siyat. Tak, sizga ish bor. Sizga oltin belkurak beraman. Siz da. Oltin belkurakni siz liboy joyga borib 150 ta zumradga sotishingiz kerak bo'ladi. Kerak emas. Men sotmaysiz. Qarang. Oltin belkurak bitta joyda turing, to'g'rima-to'g'ri gaplashib olaylik. Basharingiz oyog'i. Lozim va tabriklayman, aka. Nima bilan? Lozim. Da, rahmat. Oldingi safar kelganingizda uyimni kutib oldim, uyimni buq ham bermasdan. Sho'rva beruvdingiz? Bilmadim, esimda yo'q. Menimcha bu nimadir berdim.
Короче, anaqa siz ukangizmi, akangizmi bor edi, Eshmatgulmi? Hozir chaqirib kelaman. Eshmatgul kerak emas, o'zi zo'rg'a to'g'irlab oldi-yu. Короче, Xitoyga bormadi, nimaga qayerga boruvdi? Misrga. Misrga boruvdi. Qilayotganda o'qib qoldi. Siz Xitoyga borgandingiz. Xitoy o'simligidan olib kelib bersiz. Anu boyga eslab qolish. Qancha qitishyapti? Qo'lingiz mana qo'llaringiz ketibdi. Hamma joyi. Xitoylik narsalarni yeyishni to'xtating. Mana bu basharangizni Mazza-ku. yam-yashil qilmasdan oddiy uzun normalniy qilib yuz qilib oling. Mana shu basharasiz ko'rasizlarmi? Mana basharani ko'rasizlarmi? Jigar rang, yam-yashil manikini ko'rasizlarmi endi? Do'stlar, esingizda bo'lsa yangi skin qo'ydim, yangi skin o'zimga yoqmayapti. To'g'rirog'i mana shu o'zimning ikkinchi kanalim Alif Uzbe. Bu meniki emas, yo'qolay. Короче, yur. Men senga короче ukam-ukasi ochgan ukam-ukasiga aytgandim. Короче, ukam-ukasi meniki anaqa qurdi. Qiz ukasi? Ukam qurdi, ukam. Короче, ukam meniki o'zi menga teplisa qurdingizmi? Voy, ana ular pishibdi. Qanaqa oladi endi? Qo'li chaqib olasa, keyin qatdan qichishib, mamma. Op, ana. Sekin olib boramiz. Ana etlar ham pishibdi-da. O'shatlarni men terib ko'rsam bo'ladimi? Okay. O'xti. Sekin qo'lingizga tegizmasa sekin oling. Qo'li tegmasdan qanaqa tega olsa bo'ladi. Narsalarim tegmayapti. O'zingizni chaqib oldi. O'rganib ketganmiz. Mana cho'milish kerak. Voyda. Oh. Bo'ldi, ketdim men bu yerda yashamayman, ham boshqa ish ham qila olmayman. Anaqa rezi bor, anaqasi qanaqa ekan? Bo'pti, qiladigan ishim chiqib qoldi. Mammaga joyda. Chiqib keling borib. Eshmat chaqirarmi? Da, bo'pti. Yo'qdi, Sonic bo'lib keting-a. Men Sonicdan ham tez yuguraman-ku, okey? Da bo'pti. Do'stlar, ko'ryapsizlar, mana bu o'simlik biz Hey, Eshmat aka, men hozir syomka qilyapman. Birpas kutib turing. Syomkamni tugatib olay. Okey. Короче, bizga mana. Assalomu alaykum, obunachilar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Bo'lajaqqa yaxshimi? Aka-ukalar, oilalar yaxshimi? Tinchmi? Bugun uyimizda Xitoydan shirin rezavorlar. Voy. Jonli efirda ham. Короче, do'stlar, obunachilar, Xitoydan zakaz qilgan nima edi? Razdakovkami nima edi? Shunaqa ham keldi. Mana zo'r narsa bu shirin meva. Mana qilib yesanglar, og'zingizga kirib, shirinligi bilan, lekin buni yig'ib olish вообще qiyin bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi, lekin bilmaganlar uchun обязательно mana bu Nigir akamizdan bilib olsanglar bo'ladi. Demoqchi edim, Nigir akamiz ketib qoldi. Shu uchun bunaqa mevalarni meni kanalimdan sotib olishingiz mumkin. Nima edi? Meni kanalim Oltin Belkurak. Shu uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Oltin Belkurak kanali. Bo'ldi, ko'ring aka, syomka tugadi. Assalomu alaykum, meraka. Ko'rinmayapsiz hali. Qotyapti. Ko'chib turibman. O'xti ana. Eshmat aka toshmat. Endi kim edingiz? Eshmat, boshingiz. Misrdan kelib bittasi qop-qora bo'lgan, ikkinchisi esa nima bo'lgan? Yam-yashil bo'lgan. Вообще ajratolmaydi. Da. Granny bo'lishi ham o'ziga. Bo'pti, okey, qarang. Sizga bitta iltimos bor. Endi bizga ko'pchilik bilsa kerak, qonimiz eskirib qoldi. Qonni endi yangi qon ko'lab o'shatdi. Yangi qon qilamiz. Monetlarni ko'ryapsizlar, hali bir olmoslar ko'p, oltinlar ko'p, boshqa narsalar ham ko'p. Shu uchun tez anaqa qilsanglar kerak bo'ladi. Mana yerda
olmoslar kam, monetlarda chuqurlar ko'p, shuning uchun gammalarni bekitib, короче, bu yerda nima bu? Voy, zaxira ko'p ekan bo'ldi. Bo'ldi. Lekin baribir обязательно anaqa Ay, krasavchi. Olalar. Yaxshilab chiqadi oke. Mana yerda ko'la past-past ana o'zingizda bor ekan. Nimaga menga ming'irlayapsiz? O'zingiz-a? Короче, sizga yetadigan ishim bu anu. Okay. Короче, sizga yetadigan ishim anu. Sizni endi anu ishga mas'ul qilib tanladim. Sababini aytadigan bo'lsam, shu ishni endi siz boshqarasiz. Ishmat aka, Ishmat yo'l aka, короче, siz boshqarasiz. Siz agarda tushunmagan bo'lsangiz, anu esingizda bo'lsa, ukam ochgan anaqa bor-ku. O'sha yerga sizni endi mas'ul qilamiz. Siz o'sha yerga mevalarga qaraysiz. Hali yeb ko'rmadim, yeb ko'rsammikin aylanadi. Men siz yeyishingiz mumkin, mana yeying. Wow, mazza. Короче, men aka, bemalol endi siz hamma ishlarni qilib, bemalol siz u yoqni endi mevalarni ko'paytirib menga olib kelasiz. Men sanduqlarga solib, keyin eksport qilaman boshqa davlatlarga. Bu hozir O'zbekistondan biz Rossiyaga anaqa nima edi? Oke, lekin eksport qilamiz. Vaqtingiz bo'lmasa, vaqt topar. Bo'lmasa, bu mani qishlog'imdan sizni deport qilamiz. Deport deganda nima degani? Yo'qolgin deymiz. Misrlik bo'lib o'zi qorayib ketdingiz. Endi bu yerga kelib endi aytganini qiling. Endi o'zimizni nima deydi? Ishimizni qilamiz. Bemalol siz endi hamma narsani yeb qo'yib, mayli. Har bir hosildan ikkitasi sizga. Okeymi? Okey demay. Okey. Hey. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar. Sizlar bilan va mana bu Ishmat yo'l aka. Merman. Voy. Hazillashyapman aka. Bo'lmasa nima bo'lishini tushunib oldingiz-a o'sha Nima bo'lishini tushundingiz? Bo'lma. Narsalar qurishga ketdim. Okey. Men narsa Toshpo'latni chaqirgim kelyapti. Toshpo'lat. Telefon qo'yali. Toshpo'lat. Aka. Ha? Anu skelet turibdi, shuni menga qo'yib bera olasizmi? Qaysi? An ko'kuy. Ko'kuy? Luksga yetdi hozir. Qani, ko'raychi, qaysi? Mana u. O'xti. Mayli, senga. Lukas necha ekan? Kuniga 10 ta olmos, sen uchun ekan. Короче, mana sening вообще-то noodatiy shaklda qilingan ekan, mayli. Meni ham mehmonga chaqirarsan, joy qo'ygan menga, meniki. Bo'lmasa bu yerda seni ham surgun qilmoqchiman, hazillashib. Bu qishloqga meni hissam sizdan ham kichik, bilasizmi? Na, bilaman kichik. Kimga tayqanda? Bo'pti. O'sha uysangiz bepul. 3 yil davomida o'sha yerda bepul yashaysan, keyin o'zing pul topib menga $3000 berganingdan keyin yana butun o'sha yerda bepul yashaysan. Bor. Hazillashaman endi, ukamsan. Do'stlar, обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Endi men Toshpo'lat ish bilan, короче, Toshpo'latga qilishim kerak. Alo, Toshpo'lat. Anaqa keling, anaqa bitta ish bor edi-da. Kela olasizmi? Faqat men Ishmalat dedim. Ishmalat? Ishani akasi bo'ldi-da. Ali eshitmayapti. Ovozingiz. Akasi. Ukam hozir qayerdaligini bilmayman. Hozir qaraychi. Aha, bo'ldi. Do'stlar, Toshpo'lat aka yo'q ekanlar uyda.
Alo. Okey, topdim Toshpo'lat ana o'tirgan ekan. Qaniyadi? Ha, bo'ldi, mana beri. Toshpo'lat kerak. Mer. Anaqa sizga ishi bor edi. Menga taxta qazib kelishingiz kerak. Taxta qaziladimi? Taxta chopib kelishingiz kerak. Hop, bo'ladi. Tayyor deb o'ylayvering. Men uyingizda bor. Men Toshpo'lat qarang. Sizga aytganimdek, meni mana yoqqa turing. Men sizdan bo'yim baland bo'lish kerak. Hop, mana. Tak. Sizga aytganimdek, siz menga daraxt qazib olib kelishingiz kerak. Keyin men sizga nima beraman? Aytaymi? Siz umringizda olmagan Xitoylikning olmosini beraman. Nima u? Donasini. Donasi rosa ham qimmat. Da. Shunaqa donasidan beraman. Menga bitta telefon bersangiz bo'ldi. Okey. Tilladan yasalgan. Uzunda faqatgina 18 dona ishlab chiqarilgan. Men bittasi sizga, endi siz menga bir stak taxta qazibga bering. Men chunki uy qurishim kerak. Uy qurib emas, sen qurasan. Yana sen uy qurib berishing kerak menga. Tushunding? Nima quramiz? Nima qurishim kerak edi yana? O'ylab oling. Voy. Bo'ldingizmi? Bo'ldim. Qanchaga dedi? Men sizga bir stak degandim, bitta telefon oltinli berdim. Shu bilan endi 8 stak berishingiz kerak. 8 stak. Men sizga aytaman. Surishing kerak bo'ladi. Вообще ishlar bilan borib charchab ketdim. Ko'zlarim yumalib ketyapti вообще. Voy, ishmat kun keldimi? Voy. Kirurgimi? Kirur. Mana uyqu uxlaganim ketdim menimcha. 8 stak dotimiz mana o'ylarim charchab ketdim beraman. Surgun bo'lish xohlamayman. Okey. Mer bo'lish menga yoqyapti. Endi bularni men uyimga qilib tak. Boshqa joyga o'tsam ekan degan savol bo'lyapti. Meni qo'limda 300 ming kishi ishlaydi. O'sha 300 ming kishidan nechidir foizi menga uylar qurib berishi mumkin. Okey. Tinch qo'ymas ekan, kimsan? Sizga aytotdimi? Kassa joyda turasiz. Teplitsa dotdisiz. Da. Kassaga boshqa odam qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Qanaqa kassa? Men yig'ib turaman, kassaga boshqa odam. Nima degani? Shunaqada. Men tushunmadim. Masalan, narsani sotib oladi yoki anaqalik jo'natish uchun ular sotib oladi-yu. O'shanga kassaga boshqa odam, anaqaga boshqa odam dotdimda o'zim. Siz anaqani yig'ib menga olib kelib berasiz. Mana shu shirin rezavorlarni menga yig'ib olib kelib berasiz. Oti nima edi? Sizga ketmon kerak emasmi? Ketmonim bor edi oldin. Berib uzr. Berorgan narsam uzr. Короче, siz menga mana shu hamma poliz ekinlarini olib kelasiz-da, menga anaqa eksport qilasiz. Men sizdan sotib olaman. Yaxshi pullarga, o'zimizni pulni endi siz ko'paytirasiz. Kelishdikmi? Hop. 5 minutda kelaman. Sani. 5, 10, 9, 8 men ularni joylab olib keyin 5 minut bo'lar. Voy, ana joylab ham oldik. Keldim. Kiring. Mana shu rezavorlar. Rezavorlar. Ichingizga gapirsangiz bo'lardi. Tashqi ovoz degandek bizni qulog'imizga ring. Qo'ydat. Qotil-ku. Qotilmi? Nima qo'ydi hozir? Qon chiqdimi hozir mencha? Hech nima yo'q-ku. Tak, hozir ko'rdinglar. Men вообще tushunmayapman. Okey. Yangi qovobchi bu mana. Bunlarcha gol yasalasizlar. Golem boshiga biz endi qizil narsa qo'yib qo'yamiz deya yashaymiz.
Ana. Okey. Sen uying? Qani uying? Qat. Mana shu uy bor. Okey, sen uyingga endi boshqa qadam bosmayman. Tak, mana meni yotog'im. Mana bu yerda ovqatlar. Tak. Mana bu yerda ovqatlar, uxlash imkoniyatsiz. Mevalarni mana yerga qo'yib qo'yaman. Obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Shu bilan video tamom. Keyingi videolarni ko'rishni xohlasanglar, обязательно like bosinglar. Menimcha sizlarga ko'pchilik oxirigacha videoni ko'rmaydi. Lekin oxirgi nima deydi? Videoni oxirida sizlar nima deb 21 FPS deb yozib ketinglar. FPS 21 deb. Bemalol obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Sizlar bilan Alif UZB va Alif UZB class.